وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmalar darsimizning 107 darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi insonning vafot topadigan o'rni allaqachon bekitilib bo'lgan degan haqda bo'ladi. Biz bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Matar ibn Ukamasi Sulamiydan rivoyat qilingan bir hadisni ko'rib o'tamiz. An Matar ibn Ukamasi Sulami قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. Matar ibn Ukamasi Sulami radıyallahu anhu mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Allah subhanahu wa taala bir bandiga ma'lum bir zaminda ulashni hukm qilsa, Allah subhanahu wa taala u bandiga shu ulashni vapatlab ulashni hukm qilgan shu zaminga bir hojatni qildi. Yani Allah subhanahu wa taala bir bandiga şu ma'lum bir zaminda ulashni hukm qilgan bo'lsa, Allah u bandi uchun shu zaminga baradigan bir ehtiyoj hojatni oshkorlab berdi-da, u banda u zaminga keladi, u yerda vafot topadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Allah subhanahu wa taala ölümni odam balları uchun taqdir qilib bekitgan va ölüm uchun nurg'un sabablarni ham qilgan. Balki Allah subhanahu wa taala Lavhul Mahfuzda insonning qachon vafot topadiganligi, insonning qanday shaklda vafot topadiganligi, ya'ni u inson qatnash hodisi bilan vafot topamdi, so'g'ishib ketib vafot topamdi, o'tda kuyib ketib vafot topamdi, yoki dushman o'qlarida vafot topamdi va yoki joyisda yetib yotgan joyda uxlagan peti vafot topamdi, yoki namoz o'qiyotgan holatda vafot topamdi. Vafot tepish shakllarini va qayerda vafot topadiganligini, qaysi zaminda vafot topadiganligini, dengizda vafot topamdi, quruqliqda vafot topamdi, yoki bir mushundaq yumshoq qumliq yerlarda vafot topamdi, yoki tog'liqlarda, toshliqlarda vafot topamdi. Bunun bu vafot tepish vaqtini, vafot tepish shaklini, vafot tepish o'rnini hammani Allah subhanahu wa taala Lavhul Mahfuzda bunu bekitib qo'ygan. Shunga bandining ajli kelsa, bu dunyodan oxirlashib, u dunyoga ketish vaqti kelsa, ajal u bandini ana shu Allah vafot tepishni bekitgan zaminga ajli uni u yerga so'rab boradi. Bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem deydi-ki, Allah subhanahu wa taala bir bandiga ajlining oxirlashishining dunyoda muayyan bir zaminda bo'lishini taqdir qilsa, halbuki u banda hayotining oxirliqcha boshqa zaminda yashagan bo'lsa-mu, yana ajli kelarga yaqin Allah subhanahu wa taala ana shu vafot tepishini taqdir qilgan zaminga shu berish qarta shu bandiga bir ehtiyojlik bo'lgan ishni oshkorlaydi-da, bu banda shu zaminga keladi, shu zaminda vafot topadi. Allah subhanahu wa taala bu haqda mundaq deydi. Estağfirullah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut. İnsan her bir nefs özünün qaysi zaminda vafot topadiganligini bilmaydi. Yine o'zi tug'ilib o'sgan zaminda vafot topamdi, yoki boshqa bir zaminda vafot topamdi, yoki sayohat qilib borgan joylarda vafot topamdi, tijorat qilib borgan zaminlarda vafot topamdi.
insan özünün nerede vafat tapıdığını bilmeydi. İnsanın ahirde Allah subhanahu ve taala vafat tepşiğe urullaştırgan bir ziminde vafat tapıdığanlığı en ahirde Azrail aleyhisselam yani ölüm firiştisi kelgenге kadar başka vakit ziminde yaşayan bolsun en ahirde Allah'ın dergahida levhul mahfuzda yani vafat tepşi bikitilgen joyda ahir şerbi vafat tapıdığan hakkında Süleyman aleyhisselam bilen ölüm firiştisi bolgan Melikul Maut'ның o'ttirisida bo'lgan bir qissani ko'rib o'tamiz. İmam Ahmed Az-Zuhdi degan kitobida bu voqelikni bayon qilgan. Ölüm firishchisi bir kuni Süleyman aleyhisselamning qashidan o'tganda Süleyman aleyhisselamning so'rindagi kishilardan bir odamga izchil qarashga boshlaganda, "Heliq odam Süleyman aleyhisselamdan bu menga qarayotgani kim?" deganda Süleyman aleyhisselam uningga "O ölüm firishchisi" deganda o adam deganki, "Ha, o meni maqsad qilayotgandek qiladi, mening jonimni atgandek turdi" deb Süleyman aleyhisselam o'zini bir shamolga mindirib quyushini shamolning o'zini uni Hindiston ziminiga olib tashlashini Süleyman aleyhisselamdan so'g'anda Süleyman aleyhisselam uni shamolga buyruq qilish orqali shamolning uni ko'tarib Hindiston ziminiga tashlashi qarta Süleyman aleyhisselam shunday buyruq qilgan. Şunun bilan shamol uni Hindiston ziminiga olib etgan. Melikul Maut ölüm firishchisi undan keyin Süleyman aleyhisselamga deydi-ki, "Mening o odamga izchil qarashim o adamdan ajablanganlikdan, hayron qolganlikdan. Chunki men o odamning jonini qabz qilishga buyurilgan, ammo Hindiston ziminda qabz qilishga buyurilsam, o odam bu yerda sening qashingda turgan, shunga ajablangandim" degan. Yani bunundan ko'rib olamizki, inson oxirida o'zining hayoti oxirlashadigan, jini qabz qilinadigan joyga qechib bo'lsa-mu, o'limdan qechib bo'lsa-mu, yine o'ladigan joyga boradiganligini, shu makonda o'ladiganligini, ya'ni insonning mushu nada vafot topadiganligi, vafot topadigan o'rnining allaqachon bekitilib bo'lganligini buni bu voqelikda ham ko'rib olamiz. Endi bu hadisdan shularni ko'rilishga bo'ladi-ki, biz yani insanlar, musulmonlar davomli ölümden dikkat qilishimiz. Ölümge hushyor turishimiz ki, yani ölüm uchun izchil o'yga qolat turishimiz, ölümni unutib qolmasligimiz, ölümni davomli esimizde eslab turishimizning lozimligi. Ölüm uchun taatlar bilan, ibadetlar bilan ölümge tayyorlik qilishimizning lozimligi chiqadi. Bir safarlarga chiqishdan burun, boshqa yerlarga chiqishdan burun allaqachon qarzlarimiz bo'lsa buni ado qilishga, bir vasiyat qilgan ishimiz bo'lsa allaqachon vasiyat qilib o'tib chiqishimizning bak muhimligini chiqadi. Chunki odam o'zining o'limining qaysi zaminda bo'ladiganligini, o'zining nada o'ladiganligini bilmaydi. İkincisi, yana bu darsdan ko'rib olamizki, har qanday narsa Allohning urullashtirishi bilan, taqdir bilan bo'ladiganligini ko'rib olamiz. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.